Dokaga o'rab, dumba o'rab berishadi-da. O'sha bola yoshligida dumba berardi-da. "Ey, bu bolani dabdala qilasiz" desam, "Yo'q, baquvvat bo'ladi" derdim-da. Ichida mahsulot dumba bo'lsa, bu ichib o'tib ketadi-da. Keyin bolalarga ko'pchilik mana shu beshikda yotadigan bolalarga dokaga o'rab, dumba o'rab berishadi-da. U bolaga dumba emas, ona suti kerak-da. O'sha dumbani onasiga yedirib, o'shandan sut ajrasin, bersin bolasiga. Yaratgan bor-ku, u onani shunaqa bir maxluqot qilib yaratganki, bu til ojiz uni ta'riflashga. Har qanaqangi yeydigan narsasi qonga aylanib, qondan yana sutga aylanib chiqishlikligi, uni ozuqa bo'lishi, yana uni mijoziga tushadigan bo'lib chiqishlikligi, endi bu vobsheda dunyoda hali yo'qki, ona sutini o'rni bosadigan narsa yo'q. Endi biz o'zimizcha ximijit qilib, ahillik qilib dumba beradi. Voy, men bittasini bilaman-da. O'sha bola yoshligida dumba berardi-da. "Ey, bu bolani dabdala qilasiz" desam, "Yo'q, baquvvat bo'ladi" derdim-da. Hozir o'sha bola bor-ku, ozgina dumbani yemaydi, o'sha me'dasiga urib ketgan. Dumbali narsa yeb qo'ysa borku, misol uchun dumba yog'iga qilingan oshmidi yoki qaynatib bilan sal yog'li yeb qo'ysa, shu xullas ichida mahsulot dumba bo'lsa, bu ichib o'tib ketadi-da. Tushunasizmi? Bu nima degani desa, dato o'sha dumba uni ichini ketarli qilib, allergiya qilib qo'yganda, shu dumbani ko'rsa ichib o'tib ketadi bechoraning. Unaqa qilmaslik kerak-da. Har doim me'yor, keyin o'z boshi eng katta xatolardan bittasi o'z boshimchalik davolash.